Ko'rayotganlar 7 etажkali domlarni hamma biladi. Bardamko'ldagi sizlarga birinchi qavatda 2 xonali domimiz bor. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib o'tamiz. Domimizni ko'radigan bo'lsak, okalar birinchi etajda bo'lyapti. Prixoshkadan kirib kelamiz va bu yog'imizda okelib spalniyamiz bo'ladi. Ko'radigan bo'lsak, spalniya ham katta qilingan, o'zini tashqariga qaragan oynalari bilan okalar mebel texnikalar olib ketiladi. Faqatgina oshxonadagi garniturlar qoladi. Bu yog'imizdan ko'radigan bo'lsak, bu yoqqa bitta okalar garderobni yasatib olsanglar bo'lar ekan. Boshqa etajlarga nisbatan patologi baland qilingan, chunki birinchi etaj bo'lgani uchun. Bu yog'imizda okalar sanuzolimiz bor va bu yog'imizda o'zini vannalari bilan okalar ko'radigan bo'lsak, xo'p. 2 xona bor, 68 kvadrat metr okalar. Bu yog'imizda ko'radigan bo'lsak, kattagina zalimiz bor okalar. Qaranglar. Keng, juda ham keng, patolog baland bo'lsa, juda ham fayzli ko'rinar ekan. Bu yog'imizda oshxonamiz bordi. Oshxonadagi garniturlar qoladi, faqatgina mebel texnikalar ketadi okalar, gazdan boshqa. Mana o'zini ko'chaga qaragan oynalari bilan. Xo'p, bu uyimizga okalar 60 ming dollar so'ralyapti. Xudo xolisa yana ozgina savdosi bor. Raqamlarimizni ham qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi.